Xuddi shunaqa deb boshlayman qizim. O'rtoqlar, va nihoyat bizning qo'limizda iPhone'ning eng so'nggi flagman bo'lmagan telefoni iPhone 16e. Xo'sh, bu nimasi bilan ustun? Uni olishga arziydimi? Va eng asosiy savol, uni narxi o'zini oqlaydimi? Bugun sizlarga xizmatlar. Ha, Jonka. Bugun Smart Life kompaniyasi bilan birgalikda sizlarga aqlli tanlov qilishda yordam beramiz va iPhone 16e haqidagi barcha savollarga javob beramiz. Siz videoga like bosib qo'ying, chunki siz bekorga bu videoga kirmagansiz, tomosha qilyapsizmi, demak siz Apple gadjetlarining muxlisi hisoblanasiz. Ketdik. Hozir qo'limda turgan smartfon Apple'ning eng arzon bo'lgan smartfoni hisoblanadi. Bu qanaqa telefon? Bu iPhone 16e. Bu o'zining akasi iPhone XR yoki SE'ga o'xshab ketadi, lekin buni ustunliklari ko'proq. Faqatgina XR $429 dan sotilardi. Buni narxi bo'lsa $599 dan boshlanyapti. Kelinglar, uni sizlar bilan birgalikda unpacking qilamiz. Lekin rangi juda ham go'zal. Android tuta turib, endi iPhone olmoqchi bo'lganlarga bitta maslahat. iPhone'ni korobkasidan shunday ochganingizda, qurilmani ko'tarish uchun maxsus bunaqa varroqcha bor, kichkina list. Mana qilib olish shart emas. Ko'tarsiz, fizikada bu. Wow! Xolos, va mana u. Apple novatkarlarning eng asosiy orzusi. Bu qurilma haqidagi ma'lumotlarni o'qiyotganimda juda ham ko'p sonli insonlar, agarda bironta yaqin insoningizni Pro modellarga, ya'ni shu flagman modellarga pul yetmayotgan bo'lsa, bemalol XR taklif qilsangiz bo'ladi. Bu jiyaningiz, qarindoshingiz, oila a'zolaringiz bo'lishi mumkin. Ularga taklif qilsangiz bo'ladi, chunki bu juda ham yaxshi qurilma deb aytishdi. Lekin biz O'zbekistondamiz o'rtoqlar. $599 ga butun boshli iPhone berib yuborish o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Biz albatta shubhalanishimiz kerak. Nimaga bu bunaqa arzon? Nima bu Xitoykimi? Yoki dubayskiy, koreyskiy versiyalar bilan bizani Apple uchirmoqchimi? Hozir shu savollarga men javob beraman. O'tgan safargi videoda juda ham aktiv bo'ldik. 500 dan ortiq kommentariy, 30 mingdan ortiq prosmotr va bu narsa uchun biz juda ham xursandmiz va mana shu videoni ostiga ham hozir eng zo'r izohlarni yozsanglar, biz sizlarga yanada sovg'a berishda, sizlarni xursand qilishda davom etamiz. Chunki Smart Life har doim sizlarni xursand qilishga doim harakat qiladi va aqlli tanlov qilishingizda doim yordam beradigan. Hozir biz sizlar bilan birgalikda jonli tarzda bugungi sovg'a kimga ketishini aytib o'tamiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 528 ta kommentariy. Bularni ochamiz va mana qaranglar. Men belgilamayman bu narsani. Bitta ko'taraman, bitta pastga tushiraman, bitta ko'taraman va bittasini ushlayman. O'sha odamga hozir mana shu sirli sovg'amiz nasib qiladi. Qani bo'lmasam, ketdik. Bu odam Oybek Saibov. 3 kun avval Smart Life o'z har doimgidek juda batafsil va tushunarli obzor qiladi. Ayniqsa iPhone 14 Pro ni kamerasini realni solishtirib ko'rsatganingiz zo'r bo'ldi va iPhone haqida yana bilmagan ma'lumotlarim ko'p ekan. Video ko'pchilikka foydali deb o'ylayman. Smart Life o'z bolalarda yangilikka intilish yuqori darajada. Short videolari ham sifatli. Mashalloh, ko'z tegmasin. Sizga ko'z tegmasin va Oybek Saibov 2714 sizga aloqaga chiqamiz. Aynan mana shu izohingizga biz javob beramiz va o'shanda siz telefon qilish uchun nomer qoldiramiz. O'shanga qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan aloqaga chiqib mana shu sovg'ani beramiz. Sovg'a nimadan iborat? Ko'rsatuvimiz o'tgan son retro bo'lgan edi va iPhonening barcha qurilmalari haqida sizga ma'lumot bergan edik va biz iPhone 3GS modelini sizga sovg'a qilmoqchimiz o'rtoqlar. Bu qurilma полноценный, ya'ni butun boshli va ishlaydi. Ovozini eshitinglar. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Alo uchun, ofis uchun juda ham zo'r qurilma hisoblanadi va bu Oybek Saibov sizga nasib qildi. Endi bo'lsa iPhone 16e ni obzoriga qaytamiz. Kelinglar birinchi navbatda ushbu qurilmani dizayni haqida gaplashsak. Bu qaysidir ma'noda aynan dizayn jihatdan iPhone 14 ni yangilangan versiyasi hisoblanadi. Unda bor yo'g'i bir dona kamera bor. Bir dona. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Hozir qurilmani ko'zinglarni oldida yoqamiz. Qobiliyatlari nima xususiyatlari bor, hammasini bilib olishingiz mumkin. Qurilmani yoqib oldik va endi uni dizaynidagi ikkinchi eng katta o'zgarish haqida sizlarga gapirib beraman. Unda Dynamic Island yo'q. Ya'ni Dynamicki Island deydi-yu, orolcha. Shunaqa narsa yo'q. Uning o'rniga o'sha eski 13 modellaridagi cho'lkani ko'rishimiz mumkin. Nimaga buni qilishgan? Batafsil ma'lumot berishmagan. Olish xohlaysanmi? Biz changa shunaqa qurilma chiqaramiz deydi. Har doimgida Apple. Bilasizlar, kompaniya juda ham injiq va o'zini xohishini qildirishni juda ham yaxshi ko'radi. Xohlaysanmi budjetli smartfon? Mana senga. Xohlasang ol, xohlamasang olma. Flagman olganing bizga qulay.
deydigandek tuyuladi xuddi kompaniya. Lekin bitta narsani alohida inobatga olish kerakki, qurilmada iPhone 16 da bor bo'lgan juda ham ko'p funksiyalar bor va bularning eng asosiy sababchisi bunga o'rnatilgan A18 chipi. A18 chipi bunda bo'lsa, demak siz bundan bemalol fotoredaksiyada yoki o'zini sun'iy intellektini foydalanishda bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi degani. Bunaqa funksiya ma'lumot uchun iPhone 15 da ham, 14 da ham, 13 da ham, 12 da ham, 11 da ham, X da ham, undan pastgilarda ham yo'q. Apple'ning injiqliklari haqida gapirganimizda bitta narsani alohida inobatga olishimiz kerak. U ancha bo'sh keladigan bo'lib qolgan. Qaysi ma'noda? Shu kungacha kompaniya turli xil Android kompaniyalari bilan raqobatlashgan holatda qurilmani zaryadlash quvvatini, zaryadlash markazini umuman o'zgartirmaganda va hech kimnikiga o'xshamagan qilib ishlab chiqargandi. Lekin iPhone 15 modellaridan boshlab kompaniya USB-C orqali smartfonlarni ishlab chiqaryapti va bu narsa iPhone 16 ni ham cheklab o'tmadi. Bu juda ham yaxshi, hammaga qo'shilib birgalikda harakat qilayotgani bu bir tomondan juda ham quvonarli. Keling o'rtoqlar, man sizlarga endi iPhone 16 ni kamerasi haqida gapirib bersam, lekin undan oldin aytishim kerak bo'lgan bitta ma'lumot mavjud. Bu qanaqa ma'lumot? Gap shundaki, iPhone 16 ni ota-bobolarida, ya'ni XR yoki SE modellarida qurilma 64 GB dan boshlanib keyin ko'tarilib ketardi. Aynan bu modeldan boshlab, bu flagman model bo'lmasa ham, bu 128 GB dan boshlanyapti. Demak, sizning xotirangiz qancha ko'p bo'lsa, bilasizki, bemalol ko'proq suratga, videoga olish imkoniyatingiz balandroq bo'ladi. Aynan iPhone 16 dan boshlab Apple kompaniyasi bizga 128 GB dan boshlanuvchi qurilmani taklif qilyapti. Chunki ma'lum bu yerda A18 chip o'rnatilganmi, juda ham ko'p joyingizni aynan shu chipni ilovalari yoki ichki sistemalar egallab oladi. Bu narsani o'zi asosan mutaxassislar juda ham yaxshi tushunishadi, lekin siz ko'z ilg'iydigan darajada yaxshi displey egasi bo'ldingiz degani. Qaysi ma'noda? Aynan bunaqa displey smartfonni faqat va faqat flagman modellarga qo'yiladi. Qurilma kamerasi haqidagi mavzuni davom ettiramiz va kelinglar sizlar bilan birgalikda uni kamerasidan foydalanib ko'ramiz. Men hozir syomka qilishni boshlayman. Sizlar bo'lsa bu narsaga o'zingizga baho berishingiz mumkin. Mana o'rtoqlar, men hozir sizlar bilan birgalikda birinchi marta iPhone SE ni kamerasidan foydalangan holda sizlarga kontent tayyorlayman. Bu yoqda o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu yoqda bo'lsa meni ko'rib turibsizlar. Sifatga nechi? Apple'ning ushbu gadjet haqida ma'lumot izlayotganida kompaniya bergan bitta ma'lumotga duch keldim. Xullas, kompaniya ikkitasi birda kamera taklif qilgan va uni juda ham ko'pchilik ikkita kamerali bo'lar ekan deb o'ylagan, lekin vaholanki bunda bitta kamera. Bu nima degani? Bu mana shu bir dona dumaloq ichiga bor yo'g'i 2 dona kamera kirgizilgan degani. Hozirda juda ham ko'pchilik Android qurilmalari hattoki sizga 4 ta, 5 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta kamerali smartfonlar taklif qilyapti, lekin bu bir dona kamera orqali butun mana shunaqa flagman bo'lmagan telefonlarga javob berib qo'yaman deyapti. Lekin o'rtoqlar, bitta narsani alohida inobatga olishinglarni so'rardim. Mana shu bir dona dumaloqchaning orqasida naqd 48 megapiksellik kamera turibdi. Bu degani bunday megapiksel bilan iPhone 16 modellaridan o'ta olmaydi, lekin ular bilan bir xil. Goodbye. Uzun quloq ma'lumotlarga ko'ra, iPhone SE ning eng asosiy raqibi bu hattoki iPhonening boshqa flagman modellari emas, balki Google Pixel 8 hisoblanar ekan va u rasmga olish bo'yicha hattoki iPhone'ni o'sha flagman modellaridan ham zo'r olar ekan. Hozir men sizlarga ketma-ket suratlar ko'rsataman va sizlar u orqali iPhone 16 ga va Google Pixel olgan suratlarni taqqoslab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Bilasizlar, har qanaqa kompaniya biron bitta yangi qurilma ishlab chiqarayotganda uning ichiga albatta o'zini qanaqadir fishkasining yangiligini qo'shish kerak. Har doim nimadir yangilik bo'lishi kerak va iPhone 16 yana eng asosiy yangiligi bu A18 chipi ostidagi sun'iy intellekt o'rnatilgani bo'lyapti o'rtoqlar. Ma'lumot uchun iPhone 16 ning o'zi $799 turadi va unda A18 chipi bo'ladi va unda sun'iy intellekt bo'ladi. Siz bo'lsa $200 arzonroqqa iPhone 16 ga olasiz va sun'iy intellekt egasi bo'lasiz. To'g'ri, sizda ikkita kamera bo'lmaydi, flagman modellardagi qurilmani o'zida juda ham ko'p funksiyalar bo'lmaydi, lekin sizda sun'iy intellekt bo'ladi. Ya'ni Apple bu mavsumdan boshlab sun'iy intellekt bo'yicha trenddan qolgisi kelmayapti va har qanaqa qurilmasiga bu narsani qo'shishga harakat qilyapti va bu uchun alohida respekt etish kerak. Mana qaranglar. Bu qanaqa noto'g'ri yoki ahmoqona. Hozir men sizlarga bitta ma'lumot aytaman, bu naqadar ahmoqgarchilik yoki ahmoqgarchilik emas, o'zingizlar baho berishingiz mumkin.
Tashqarida 2025-yil. Qo'limda to'g'ri flagman bo'lmagan iPhone'ni arzon telefoni, lekin juda ham ko'plab funksiyalari bor. Uning ichida sun'iy intellekt bor. Lekin MagSafe yo'q. Tim Cook, nima bu sharmandalik? Nima bu? USB-C o'rnatyapsiz, ichiga искусственный intellekt qo'yasiz, 48 megapikselli kamera so'yasizda, A18 chipli narsaga siz MagSafe qo'ymayapsiz. Okey, javob bering, direktni kutaman. Qurilmani quvvat haqida gap ketganda bitta narsani alohida inobatga olish kerak. Qurilma iPhone 16 dan ko'proq ishlaydi. 2 daqiqaga. Mendagi uzun quloq ma'lumotlarga ko'ra, u 12 soat va 41 daqiqa ishlab berishi ma'lumot sifatida kiritib o'tilgan. Xo'sh o'rtoqlar, barcha eng asosiy hisoblangan ma'lumotlarni berdik. Mana endi sizlarga aqlli tanlov qilishingizda yordam berib, bu qurilmani olishga arziydimi yoki yo'q, aytib o'tishim kerak. Xullas o'rtoqlar, agarda siz Android tutadigan bo'lsangiz va arzonroq byudjetli iOS ga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu qurilma sizga ideal tanlov bo'ladi. Yoki siz iPhone 11 modelda qolib ketgan bo'lsangiz va siz yengilrog'iga, zamonaviyrog'iga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu qurilma sizga yaxshi tanlov bo'ladi. Lekin o'ziga xos kamchiliklarni inobatga oling. Ya'ni unda MagSafe yo'q. Unda 0.5 kamera mavjud emas. 0.5 kamera, ya'ni bu shirik obyektiv, ya'ni u bilan siz o'rtalaringizda trolleys qilib video ola olmaysiz. Rasman ola olmaysiz. Va eng asosiysi, buni eng katta kamchiligi aynan O'zbekiston bilan bog'liq. Qanaqa kamchilik nima? Bu yana zapret qilindimi yoki boshqa narsami? Nima buni olsak kosamiz oqarmaydimi deyishingiz mumkin. O'rtoqlar, gap shundaki, qurilmani $599 qilib baholagan kompaniya bu Apple va u AQShda xuddi shunaqa narxdan boshlab sotilyapti. O'zbekistonda bo'lsa iPhone 16 yeni narxi $1000 dan boshlanyapti. $1000 ga qanaqa qurilmalar olish mumkin yoki mumkin emas, bu narsani o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Agarda bilmasanglar, bemalol Smart Life'ni Telegram kanaliga o'tib, bu narsalarni bilib olishingiz mumkin. Muddatli to'lovga, naqdga, xullas hammasini olishingiz mumkin. Lekin $1000 ga mana bu qurilmani olish ochiqchasiga arzimaydi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Videoni shu paytigacha ko'rgan ekansiz demak, sizga har doimgidek bitta taklifimiz bor. O'rtoqlar, shu videoni oxiriga o'zingizlar izohlay yozinglar, like bosinglar, repost qilinglar. Shu qurilmaga qiziqayotgan insonlarga bu videoni bo'lishinglar va biz sizlarga ishlashchilik uchun bitta chiroyli qurilma sovg'a qilamiz. Chunki yuqoriroqda ham sovg'a qildik va bu safar ham sovg'a qilib, sizlarni har doim aqlli tanlov qilishga va albatta xursand qilishga harakat qilamiz. Qurilma uchun 10 ballik sistemada o'zingizlar baho beringlar va eng asosiy savol o'rtoqlar, nimaga bu 16 dan keyin tezkorlik bilan chiqdi? To'g'ri, yarim yil oralig'ida-yu, lekin baribir chiqdi. Undan eng asosiy farqi nima? Taxminan bir haftadan keyin aynan xuddi shunaqa video bilan men oldingizga qaytaman.